Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari hamda mana shunday parranda ishqibozlari. Bugungi videomizda yana Big 6 va Bronze 708. Har doimgi videolarimizda biz mana shunday mayda jo'jalarni reklama qilyapmiz. Lekin ko'pchilik bular qanaqa katta bo'ladi, qanaqa holda bo'ladi, ko'pchilik bilmaydi va sizlarga mana shuni ko'rsatgani biz buni jonda oldiga yetib kelganmiz. Ma'lumotini qisqacha beramiz do'stlar. Hozircha zakazlar to'lgan, jo'jalari hammasi sotilib bo'lgan do'stlar. Shuning uchun kattalarini qanaqa boqiladi, qanaqa holda bo'ladi ko'rsatib o'tamiz. Bunimiz Bronze 708 doimgi reklama qilyapti turgan. Qani chiqinglarchi? Bronze 708 doimgi videolarimizda chiqyapti turgan qorasi bo'ladi. Bunimiz hozir 6 oylik. Tirik vazni 26 kilo. Bunimiz Big 6, tirik vazni 30 kilo, 6 oylik. Endi nimaga buning farqi 4 kilo desalaring, bular hozir Makka bug'doy bilan boqilibdi. Agar buni rost bilan boqadigan bo'lsangiz, 30 kiloni oshig'ida ves qilar ekan. Ikkalasi ham xo'p 6 oylik bo'ladi. Bunimiz esa 1 oylik holat. Keladi. 1 oyda Allohning mo'jizasini ko'rsataman. 1 oyda mana shuncha narsa shunga kelyapti. Bunimiz 6 oyda bunga kelyapti do'stlar. Ya'ni bu bezarar narsa bo'lar ekan, cho'qimaydigan. Go'shtlari ham shirin bo'ladi, qo'y go'shtiga o'xshagan qop-qora bo'ladi. Hozirgi kunda bunimizni go'shtiga talab kuchli bo'lyapti va bunimizni odamlar sevib iste'mol qilyapti. Hamda bu narsani boqmoqchi bo'lgan insonlar juda ham ko'p bo'lyapti do'stlar. Hozir buni jo'jalari yo'q, to'g'ri tushunasizlar, tugab qolgan. Iyun oyida sotuvga chiqadi deb reklama qilgan edik. Lekin iyun oyi ham to'lib bo'pti. Zakazlar hammasi to'lib bo'pti. Endi bu narsalarni sotmoqchi bo'lsalaring, biz video qo'yamiz. Nomerini qo'yamiz. O'shandagina zakaz qilsalaring bo'ladi. Hozir men bir narsa deya olmayman, sababi iyun oyi ham to'lib bo'pti. Shuning uchun nomer qo'ya olmayman. Manzillarimizni ko'pchilik so'rayapti. Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Cho'rindi qishlog'idan bo'lyapti. Juda ham ajoyib jonzotlar ekan. Allohning mo'jizalarida 6 oyda ichida mana shuncha katta bo'lib ketadi. Bitta go'shtini ko'rsatib qo'yaylik sizlarga. Qani ko'taringchi. Kekirib yuboryapti. Qani. Vahshiy dahshatidan bo'lar ekan. O'zim eng qizig'i mana shundan 5 ta olib ketib boqyapman. Uni endi sal katta qolgandan xudo xolasa videosini qo'yaman. Keyingisidan bundan olib ketaman 5 ta va o'zim uy sharoitida boqib videolarini chiqarib turaman. O'zimda xususiy videolarim bo'ladi. Hozir buni olib kelishibdi, ya'ni so'yishar ekan go'sht uchun. Shuning uchun kelib sizlar uchun videoga keldim. Shu ko'rsatay. Doimgi videolarimiz jo'jalar haqida chiqyapti. Endi kattalarni ham qo'yaylik. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Tanishlar jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha.